Mani otim Zubaya. Men hosilaga bo'ri bilan chor etib beraman. Bir bo'lardi, bir yo bo'lardi, bir bo'ri bo'larkan. Bo'ri hamma qo'ylarga hujum qilaverib, cho'ponlarni joniga tegdi. Keyin uchiga arz qilishdi. Bir bo'ri bor ekan debdi. U qo'ylarimizni yeb qo'yibdi. Endi nima qilamiz? Yordam bering debdi. Uchi bo'rini qidirib ketibdi. Keyin boboni ko'rib qopti. Bobo assalomu alaykum. Bo'ri o'tib ketyapti, ko'rmadingizmi debdi. Keyin u yo'q debdi. Keyin u o'tib ketyapti, qidiribdi. Keyin topolmabdi. Keyin bo'ldi, tush debdi, kelding debdi. Endi bor debdi. Yo'q, men seni yeb qo'yaman debdi. Keyin tulki o'tib ketayotgan ekan. Tulkiga aytibdi, nima bo'lyapti deyapti. Yaxshilikdan yomonlik qaytyapti debdi. Keyin bo'ri tushuntirib berdi hammasini. Sen shu qopga sig'asanmi? Men ishonmayman debdi. Ha, men albatta sig'aman debdi. Qani ko'ringchi debdi. Keyin kiribdi. Keyin bobo oldindan boylik debdi. Qopni debdi. Keyin qo'yib yubormabdi. Bobo iltimos qo'yib yuboring desa ham qo'yib yubormabdi. Chol qopga qarab, men senga yordam berdim, sen yaxshilikni bilmading. Endi sen jazolikni olasan. Ko'rdinglarmi bolajonlar, o'shaning uchun yaxshilikka yaxshi javob berish kerak. Shu bilan meni ertagim tugadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Xadicha. Men sizlarga ochiq ko'z bo'ri haqida ertak aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonida o'rmonda ayyor tulki bo'lgan ekan. Bir kuni ayyor tulki bo'ri og'zida ishlayotgan quyonchani ko'ribdi. Assalomu alaykum. Bo'ri tog'a, men sizga bayramingiz bilan semiz qo'chqop keluvdim. Endi o'zim qolaman-da. Voy, nega? Men seni sog'inga qabul qilaman. Sen uyga boraver. Orqangdan yetib olaman. Keyin o'rmonga kirib ketibdi. Quyonchasini daraxtning orqasiga kislabdi-da, uyga ketibdi. Uyga borsa tulki ham yo'q, qo'choq ham yo'q. Aldanibdi-da. Keyin qaytib joyiga yugurib boribdi. Borganda tulki ham yo'q, quyoncha ham yo'q. Tulki bo'rini aldabdi va quyonchasini o'g'irlab ketibdi. Aldangan bo'ri xafa bo'lib qolibdi. Shu bilan ertakimiz tugadi.